Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan motor effekti yordamida ishlaydigan motorlarni yig'ishni o'rganamiz. Bu motorning hayotimizdagi ahamiyatini, motorning fizik ma'nosini, motorning qanday ishlashini nazariy yo'l bilan ko'rib chiqsak. Motorning asosiy vazifasi elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirishdan iborat. Biz unga elektr tokini bersak, u bizga mexanik energiya beradi. Hurmatli o'quvchilar, endi motorning asosiy qismlari bilan tanishib o'tsak. Motorning asosiy qismlari 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism stator, qo'zg'almas qism hisoblanadi. Qo'zg'almas qism motorning tashqi korpusiga o'rnatilgan, odatda doimiy magnitlar yoki simlar o'ramidan iborat bo'ladi. Uning vazifasi o'zgarmas magnit maydonni hosil qilishdan iborat. Ikkinchi qism esa rotor hisoblanadi. Bu aylanuvchi qism. Motorning o'rtasida aylanadigan qism mis simdan o'ralgan g'altaklardan iborat bo'ladi. Aynan shu qismga elektr toki yuboriladi. Uchinchi qism kommutator va cho'tkalar hisoblanadi. Rotordagi g'altaklarga elektr tokini uzluksiz yetkazib berish uchun kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, bu bizning rotor qismimiz hisoblanadi. Bu cho'tkalar hisoblanadi. Mana bu kommutator qism. Mana shu kommutator qismiga cho'tkalar tegib turib, tokning doimiyligini, uzluksizligini ta'minlab beradi. Hurmatli o'quvchilar, endi motorning ishlashini bosqichma-bosqich ko'rib o'tsak. Birinchi bosqich elektr toki berish. Elektr toki berganda tok manbadan chiqib, cho'tkalar va kollektor orqali rotorning mis sim g'altagiga o'ta boshlaydi. Ikkinchi bosqich magnit maydon hosil bo'lish bosqichi. Stator atrofida o'zgarmas magnit maydon bor. Rotordagi g'altakdan tok o'tishi bilan uning atrofida ham elektromagnit maydon hosil bo'ladi. Bunda rotorning o'zi ham magnitga aylanadi. Uchinchi bosqich magnit kuchlari ta'sir qiladi va harakat boshlanadi. Statorning doimiy magnit maydoni bilan rotorning elektromagnit maydoni bir-biri bilan ta'sirlashadi. Ma'lumki, magnitlarning qutublari bir xil bo'lsa itarishadi, qarama-qarshi bo'lsa tortishadi. Rotordagi g'altakning bir qutbi stator magnitining bir qutbi bilan itarilsa, ikkinchi qutublari tortiladi. Bu esa rotorni aylanishga majbur qiladi. To'rtinchi bosqich aylanishning davom etishi. Agar rotor aylanib g'altakning qutublari stator qutublari bilan ro'para kelib qolsa, ya'ni itarishish va tortishish kuchlari muvozanatlashib qolsa, aylanish to'xtab qolishi kerak edi. Aynan shu yerda mana shu kamchilikni yo'qotish uchun kommutator va cho'tkalar ishga tushadi. Rotor aylanganda kommutator ham aylanadi va cho'tkalar bilan tutashgan joyi o'zgaradi. Bu esa g'altakdagi tokning yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Tokning yo'nalishi o'zgarishi bilan rotor g'altagining magnit qutublari ham almashadi. Shimol o'rniga janub hosil bo'ladi. Natijada rotor yana itarishish va tortishish kuchlari ta'sirida aylanishda davom etadi. Hurmatli o'quvchilar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, elektr motori bugungi hayotimizning ajralmas qismi hisoblanadi. U dunyoni harakatga keltiradi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Elektr motori zamonaviy sivilizatsiyaning muskullari deyish mumkin. U odam va hayvon kuchini elektrga almashtirdi. U orqali zavodlardagi konveyerlar, metal kesuvchi dastgohlar, to'qimachilik fabrikalari barchasi motorlar bilan ishlaydi. Bu bizga kiyim-kechakdan tortib avtomobillargacha bo'lgan mahsulotlarni arzon va tez ishlab chiqarish imkonini beradi. Hurmatli o'quvchilar, uyingizdagi muzlatgich, kir yuvish mashinasi, chang yutgich, konditsioner, kompyuter, ventilyatorlar bularning barchasi motorlar hisobiga harakatlanadi. Ular bizni og'ir jismoniy mehnatdan ozod qildi. Elektr poyezdlari, tramvaylar, metropoliten va zamonaviy elektromobillar, Tesla kabi bularning barchasi motorlar, aynan elektr motorlarida ishlaydi.
Elektr motorlari ichki yoniq dvigatellarga nisbatan ancha samarali va atrof muhit uchun ifloslantirmaydigan toza elektr qurilmalari hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, motorsiz dunyoda hamma narsani qo'l kuchi bilan yoki ot ulovida bajarishga majbur bo'lar edik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, motorlar va ularni yig'ish, ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lish bizga zarar qilmaydi. Hurmatli o'quvchilar, endi sizlarni bilimlaringizni yanada mustahkamlash uchun sizlarga yana ham qo'shimcha vazifa maqsadida ushbu savollarni taqdim etamiz. Agar elektr motori ixtiro qilinmaganda dunyo qanday bo'lar edi? Agar motorning magnit maydoni yo'qolib qolsa, nima sodir bo'ladi? Nima uchun ba'zi mamlakatlarda liftlar ishlaganda elektr to'xtab qolsa, ichidagi odam qolib ketadi? Hurmatli o'quvchilar, mana shu qiziqarli savollarga sizlardan javob kutib qolamiz. Hurmatli aziz o'quvchilar, ushbu taqdimotni taqlash uchun, laboratoriyani amalga oshirish uchun quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Bu adabiyotlarda bundan ham qiziqarli tajribalar, laboratoriya ishlari, nazariy ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi amaliy qismiga o'tamiz. Amaliy qismda demak, boshlashdan oldin yana bir kichkina tajribani ko'rib olsak. Motor effekti haqida. Ushbu doimiy magnitlar va sun'iy o'zgaruvchi magnitlar orasida o'zaro bog'liqlik bor. Barcha motorlar, barcha karnaylar mana shu hodisa sabab harakatga keladi. Uni hozir biz qisqacha ko'rib o'tamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana ko'rib turibmiz. Doimiy magnit bilan sun'iy magnit o'zaro ta'sirlashib aylanma harakat vujudga kelyapti. Buni biz aylanma harakatga keltirsak, motor hosil bo'ladi, tebranma harakatga keltirsak, karnay hosil bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, endi biz haqiqiy motorni yig'ib ko'ramiz. Buning uchun mana stator qismi korpusga mahkamlangan mana simlar o'ramdan iborat qism. Uning ichiga erkin aylana oladigan rotorni joylashtiramiz. Rotor statorga tegmagan holatda erkin aylanishi kerak buning ichida. Agar aylanishi erkin bo'lmaydigan bo'lsa, energiya sarfi ortib ketadi. Mana biz bemalol aylanishini ko'rib oldik. Endi buni butlar bilan mahkamlab qo'yamiz. Hurmatli o'quvchilar, biz stator va rotorni o'zaro joylashtirib oldik. Endigi navbat cho'tkalarga keladi. Cho'tkalarni ham joylashtirib olamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana biz motorni yig'ib bo'ldik. Stator, rotor va cho'tkalar. Uchalasini birlashtirsak, motor tayyor. Endi yig'ilgan motorimizni ishlatib ko'ramiz. Motorga tok manbayini ulab oldik. Endi qo'shamiz. Mana ko'rib turibmiz. Hozir yig'ilgan motorimiz ishlayapti. Buni aylanma harakatini dastgohlarga uzatib, biz ishlar bajarsak bo'ladi. Hozirgi yig'gan motorimiz chang yutgich pilisos mashinamizning motori hisoblanadi. Boshqa elektrga ishlaydigan motorlarni ham shunaqa yig'sak bo'ladi. Endi mana ikkinchisini ham yig'ilgan holat mana hozir buni ishlatib ko'ramiz. Mana ikkala motor ham ishlayapti. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan hayotimizdagi eng kerakli qurilmalardan biri bo'lgan elektr motorlarining ishlashini, ularning ichki tuzilishini, ularni yig'ishni o'rganib oldik.